chiqib turing, o'zingiz gaplashamiz aka. aka. Kamera. Men senga kechgacha vaqt beraman. Agar kechgacha olmasang, sen bilan o'zim topib olaman seni. Adres не то, boshqa adres. O'zbekmiz, boshqa adresga murojaat qiling. Menga emas. Sudga ber davay. Kimni ko'tini ochar ekan? O'chirsangiz o'chiring sizga. 1 soat muhlat sizga. Nima qila olasan qo'ysam? Chiqqan kuni ko'rasiz. Olib ketishadi uyingizdan. Shunda to'g'ri oldingizga borib, bulbulingizni uzib olaman. Shunaqa pulingiz bo'lsa chaqiring, pulingiz bo'lmasa Nilufar Hamidovani o'zlari bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Reklamning menejerlarimi? Aka, biz taqib qo'ymadimmi? yo'q, qanaqa reklamaydi aka? Ha, bizaniki aka, biz Farg'onadan telefon qilib turganda. Parximeriya. Ha, anaqa. Farg'onaga bo'lsa bitta reklama uchun boramiz aka. Qanday masalan, nimaga xizmatini bersa kelaolmaysizmi? 3-4 ta reklamalar bo'lsa, borib qilishimiz mumkin, lekin bitta reklama uchun boramiz. Postkamidi, storieskamidi? Postga ham, storiesga ham qo'yamiz. Nimaga Nilufar opani vaqtlari bo'lmaydimi yo katta summaga yurishadimi? Katta summaga boramiz. Qanchaga masalan? Qarang, postiga $2000. Aha. Storiesga $500. Agar ham postga ham storiesga qo'ymoqchi bo'lsangiz $2500. Ha, $2500 qimmat emasmi? Qimmat bo'lsa ham shunga yarasha bo'ladi. Qancha milliondan oshadi, prosmotr milliondan oshadi. Qanday hunar ko'rsatib beradi beka kelib endi? Nima deganingiz, qanaqa hunar? Yo, shu qanday o'zini biron joyini ochiq sochiq kiyini ko'rsatib beradimi yo biron joyini ochib beradimi? Nimaga u $2000? Katta blogerlar ham unaqa 2000 so'ramayapti hozir-ku. Biz katta bloger emasmiz. Ya sizlarda ham o'zlaringga yarasha auditoriyalaring bormi? Bor. Nimaga bunaqa katta summa so'rayapsizlar? Men tanidingizmi? Qayerdan taniyman sizni? Men Nilufar opani o'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz, agar videosi topga chiqqandi. Nilufar opani to'yga nechta pulga keladi degan kontent qilganman. Men ham blogerman. Ha, bo'ldi, esladim aka sizni. Qanday unaqasiga? Nimaga 2000 bo'lishi mumkin? 2000 ku, kimda anaqasini solishtiring siz auditoriyani. Ya auditoriya 2000 ga arzimaydi-da, ukajon. Degan videolar qancha hozir? Ya 2000 ga arzimaydi-da, ukajon. $2000 bu kichkina pul bas-da. Qanday $2000? Arzimasa qildirmang aka. Pulingiz bo'lsa chaqiring, pulingiz. Ya so'kinma, chiroyli gaplashaylik. Nimaga so'kinyapsiz? Kimsan sen o'zi? Yo'q, bunaqa mayda gaplar uchun ko'p telefon qilishadi, shunaqa bo'lib qolgan o'zir aka. Ya normalni gaplashsa bo'ladimi odam? Xo'p, gapiring. Qani men Nilufar opam o'zi bilan gaplashmoqchiman. Qani o'zi? Yo'q, o'zi gaplashmaydilar bunaqa mayda narsalar bilan. Qanday mayda narsa bu? $2000 mayda narsami? Mayda-ku 2000 aka. Men qorni to'yib qoldimi? Biza o'zi postga reklama qo'ymaydilar Nilufar opa, uncha qo'ymaydilar. Postga bitta ikkita reklama olsak ham $1000, $2000 ga olamiz. Milliondan oshishiga garantiya beramiz. Storiesga Toshkentning o'zida $200-300 ga olamiz. Viloyatlarga bo'lsa $500-1000 dan arzoniga olmaymiz. Mana shu videoni Instagramga joylayman. Siz bitta so'kinding, boshqa bo'ldi, sansirashding, u joylamaysiz. Joylayman. Joylamaysiz. Joylayman, qo'yaman. Nima qila olasan qo'ysam? Chiqqan kuni ko'rasiz. Olib ketishadi uyingizdan. Bo'ldi, qana, mana qarab tur, mana shu kant mana to'g'ridan to'g'ri suhbat bo'lyapti. Mana taniding. Bildim, men mana shu videoni joylayman. 2-3 kundan keyin yo'q bo'lib qolsangiz aka, mendan olib kelaman. Bo'ldi. Qani qo'lidan nima kelar ekan, men ko'raychi. Bo'ldi, salomat bo'ling ukajon. Qo'ysangiz ko'rasiz aka. Qani bo'ldi, ko'ramiz ukajonim, sog' bo'lgin. Ana do'stlar, hammalaring guvohliginglarda men Nilufar Hamidovani admini bilan bog'lanib ko'rdim. Muomalasini o'zlaring ko'rdilaring, qanaqaligini endi bilmayman. Xullas, videoga like bosib tarqatib yuboringlar do'stlar. Hamma eshitsin muomalani. Hammaga katta rahmat, hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo. Sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar. Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun, salomatmisizlar? Kechagi video masalasi bo'yicha video murojaat bilan chiqyapman. Nilufar Hamidova adminingizga aytib qo'ying opa. Yana menga xullas Telegramdan narsa tashlayapti, tahdid qilyapti. O'ziga qiyin bo'ladi. Mana do'stlar, ko'ringlar, sizlarga ko'rsatmoqchiman shuni. Aka, yana bir marta aytyapman sizga. Bu oxirgi ogohlantirish. Keyin o'zingizdan ko'ring, o'chirmasangiz. O'chirsangiz o'chiring sizga. 1 soat muhlat sizga. Videoda opa nima karomat ko'rsatadi, yalang'och chiqadimi degansiz. O'zingizga minus aka. Ukajon, seni gaping men uchun hech kim bas. O'sha opang chiqsin, seni boshlig'ing Nilufar Hamidovani men kutaman. Qarochi o'sha bilan gaplashaman. O'sha aloqaga chiqsin. Bu videoni do'stlarga jo'natib, imkon darajasida poddeshka qilib, layklarni bosib tarqatib beringlar do'stlar. Sizlarga katta rahmat. Bugungi kunlaring chiroyli o'tsin. Men yaxshiman, men sog'man. Ikkinchi kun bugun. Salomat bo'linglar do'stlar.
Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kech. Bundan oldingi qo'ygan storiesimni hammalaring ko'rdilaring, postimizni ko'rdilaring. To'g'risini aytsam, juda ham ko'pchilik menga telefon qilib yotibdi. G'irt begona nomerlardan. Endi o'sha Nilufar Hamidovani kimlar ekanini tanish bilishlarimni bilmayman. Lekin videoni o'chir deb SMSlar kelyapti o'zimga, kommentariyalarda yozyapti, o'zim dayragimga yozyapti juda ko'pchilik. Men yaxshiman hozircha do'stlar. Lekin video o'chmaydi. Sizlardan menga bitta yordam, podishkalaring. Shu videoni ko'proq odamga tarqatib beringlar va ko'proq like bosib, kommentariyaga faqat menga nisbatan chiroyli so'zlar yozib bersalaring, men to'xtamayman. Xullas, dakansa bo'ldi, maydonga chiqdikmi? Dakansa o'yinda davom ettiramiz. Nilufar Hamidova, birovlarga telefon qildirmang, chiqsangiz o'zingiz chiqing. O'zingiz bilan gaplashaman, qarovchi. Sog' bo'linglar. Qo'ydi, uncha tashlamasdan yana qo'yapti, na prinsip. PR qilmoqchimi yoki PR ishlamoqchimi bilmayman. Bunaqa ko'payib ketdi-da, o'zidan PR yasab, o'zini taniqli qiladigan jonga tegib ketdi shularchi. Ko'tarsang, o'zingni postingni ko'tarmoqchi bo'lsang, o'zing video ishlab chiq, birov bilan nima qilasan? Какого хрена bizani qo'yib, bizani o'zicha yomon ko'rsatib gapirib berdi. Taka-takani tupoy debillar bizani o'zicha yomon deb biladi. Mana eshitdilaring. Как будто men ularni profilidan, ularni aktividan foydalanyapman ekan. Yo'q, unaqa bas. Meni o'zimda aktivim o'zimga yetadi. Hurmatli Nilufar Hamidova. Siz shuni bilib qo'ying, o'zimni aktivim Xudoga behisob shukr juda ham chiroyli joy-joyida. Chunki men O'zbekistonda qanaqangi san'atkorlar, show biznes vakillari, qanaqangi blogerlar bo'lsa, men reklama narxi qolaversa faqat to'ylarga nechpilay keladi, vodiyga, vohaga degan kontent olaman xolos. Meniki hammasi joy-joyida ketib turganda opa. Sizlar ham o'zlaring ko'rgandirsizlar meni aktivim qanaqaligini. O'shuning uchun sizlar menga tashash qilyapsizlar. Men ochiq qanaqa karomat ko'rsatib beradi deganimiz sababi haqiqatdan ham siz profilingizni men tekshirdim, opa, millionni urgan videolaringiz hammasi 18+. Bu aniq ochiq fakt narsa. Yana bitta narsa, opa, menga so'kinib, haqorat qilib video qilibsiz. Hali men sizga birov so'kinganim yo'q, ortiqcha gapirganim yo'q. Aqlingiz yetsa, duxingiz yetsa, o'zimga yozing, o'zimga aloqaga chiqing. O'zim gaplashib olaman, opa, siz bilan. Unaqa orqa-oratdan istoriya qo'yib, post qo'yib, qayerda o'maga o'zingizga o'zingiz PR ishlayapsiz. Meni aktivimdan foydalanib siz PR ishlayapsiz. Mana shu videoni o'sha Nilufar opaga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga xayrli kech do'stlar. Salomat bo'linglar. Voy, hurmatli kezalak. Sizga telefon qilib o'tirmayman. Shunda to'g'ri oldingizga borib, bulbulingizni uzib olaman. Nilufar Hamidova, bulbulimni uzib olish birinchi o'rinda sizga bas. Agar ras bulbulim kerak bo'lsa, yonimga keling. O'zim qog'oziga o'rab, chiroyli qilib qo'lingizga beraman, maza qilib ishlatib yurasiz opa. Ya'ni 18+ haqida gap gapirgani, sizlarni to'g'ri yo'lga chorlagani bu fohishalik emas. Men Nilufar Hamidova yeb qo'ymabsiz mabodo shaytida 18+ gapirgani, bu yaxshilikka chorlaganimi bu? Fohishalik haqida gapirgani bu yaxshilikka chorlaganimi? Opa, sizni ko'p-katta bir chiroyli o'qimishli, ilmli bir O'zbekistonda o'rni bor ayol deb bilsam, siz umuman faqat shu hali 18+ targ'ib qiladigan, endi qo'pol qilib aytganda targ'ib qiladigan ayol ekansiz o'zingiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana shunga bitta fikr qoldiringlar. Bu nima degani bu? Telefon qilsa, o'zi bilan gaplashamizmish. Voy, hurmatli kezalak. Xezalak debsan. Xezalak so'zini yon atrofingda yurganlarga gapirasan. Yonimga kelsang, mana shu vodiyga kelsang, qanaqaligimni senga ko'rsatib qo'yaman. Xezalaymanmi, xezalay emasmanmi? Chiroyli qilib tushuntirib, o'zingga ko'rsatib qo'yaman. Apridasan, sizlar bilan birga teng bo'lgim kelmaydi. Aslida men sen bilan teng bo'lgim kelmaydi. Meni butun O'zbekiston taniydi. Seni kim taniydi o'zi? Aytchi. Ishqilib kechirim so'rab, yig'lab yurmasang bo'ldi keyin. Men sendan bir umr kechirim so'ramayman. Aksincha, o'zing mana shu vodiyga kelasan, Buvayda tumaniga kelasan, Buvayda tumanida kurugida seni mendan kechirim so'rataman. Qanday tushunding? Erkaklar, mana do'stlar, yaqinlar ko'rib turibsizlar. Erkaklarning nafsoniyatiga tegadigan gaplarni gapiryapti. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Bu ayolga qanaqa chora ko'rsak bo'ladi? Sudga beraman deyapsan. Sudga ber davay. Kim kimni ko'tini ochar ekan? Menda ancha faktlar bor. Men senga keltirib ham beraman, dokazat ham qilib beraman. Joning yomon bo'lsin, sog' bo'lgin. Do'stlar, mana shu videoga o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Bu haqida hali chiroyli videolarni o'zim ko'rsatib olib chiqib beraman sizlarga. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun, salomatmisizlar? Nilufar Hamidovani odamlari menga telefon qilib ozgina tahdid qilishyapti. Sizlarga qo'yib beraman shu zapsni oxirigacha ko'ringlar. Bu videoni imkon darajasida
tarqatib, like bosib, o'zlaringni fikrlaringni qoldirib, meni podдержка qilasizlar degan umiddaman. Hammaga katta rahmat, davomini eshitinglar. Xormanglar, qalay ishlar, sog'lik yaxshimi? Rahmat, assalomu alaykum. Kim edi bu? Men Nilufar tanishiman. Nilufar Kecha Hamidovanimi? Hamidova, to'ppa-to'g'ri. Xo'p. Ya'ni istoriyaga bir narsa qo'ygan ekansan, yozyapsan zaps qilib, Xo'p. reklama olib bering deb chaqiribsan. Aha. Gap so'zlarni yozyapsan, 2000 desa, nima u tilladanmi, nimadanmi, narxing shunaqami, unaqa gaplar kerakmi, kerak emasmi? Nimaga unaqa gaplar yozish shartmi? Yo, aka. Yozib olib, ayol kishini Yo, birinchidan aka men ayol kishini yozganim yo'q. Ikkinchidan bu o'zini admini bilan bog'landim. Admini bilan bog'landim. Men shunaqa $2000 dedi. Uka dedim, $2000 ozgina qimmat dedim. Aka kami yo'q, короче, $2000 dedi. Ha, xo'p, bekka chaqirsam, kelsa, qaytini ochib nima hunar ko'rsatib beradi? Qaytini ochib beradi degan ma'noda gapirdim. Men internetga qo'ymadi-da, qo'ydim. Menga so'kinganligi uchun qo'ydim. Yo'q, birinchidan aqling yetsa chaqirgin, aqling yetsa. Xo'p. Aqling yetmasa nima qilasan chaqirib? Hozir sen nima 2 so'mga chaqiryapti deymi? 2000 sa yo'qmadi sen. Aka 2000 ga ham, 2500 ga ham aqlim ham yetadi, kuchim ham yetadi. Ha, nimaga unda chaqirding? Kerak emas bo'lsa. Ay, men просто shunchaki internetga chaqirib ko'rdim. Meni ishim shu. Короче, blogerman men. Shunaqa internetga to'ylarga san'at blogersan, o'sha Nilufar Hamidovani chaqiryapsan. Xo'p. Qani mo'ljalingda 200 so'm bo'lganmi shunda? Yo'qmabdi. Qanaqa 200 so'm bo'ladi aka? Men to'g'ri ma'noda, nima unda? to'g'ri ma'noda men shunchaki kontent olaman degan ma'noda. $2000 desa nima, ochib beradimi deyish kerakmi? Ayol kishini shunaqa behurmat qilish shartmi? Aka nima maqsad nima? Maqsad. Maqsadni olib tashlagin uni. Qanday olib tashlayman? Olmayman aka. Qanday qo'ygan bo'lsang, shunda olib tashlagin. Olmayman aka. Yoki Nima bo'lmasa qilasiz? boshqacha Nima gapirsan. qilasiz? Ko'p narsa qilaman. Ko'rishganda ko'rasan, ko'p narsa qilaman. Mazang qochadi. Mazang qochadi. Mazam aka, meni Allohdan boshqa mazam hech kim qochmaydi. Blogerlikni ham eshitmani. Blogerlikni ham yig'ishtirib olasan, boshqalarni yig'ishtirib olasan, qisib yurasan keyin. Bo'ldi. Qo'llikcha olib tasha kechgacha. Olmayman aka, qo'lingizdan kelganini qiling, короче. Men sen kechgacha vaqt beraman. Agar kechgacha olmasang, sen bilan o'zim topib olaman seni. Bo'ldi. Topib olib, ana o'sha yerda keyin men seni syomka qilaman. O'sha yerda men seni syomka qilaman. Bo'ldi, gap so'z. 2 so'mlik syomka qilaman, 2 so'mlik. Tushundingmi? Bo'ldi, qani ko'raylik-chi, qo'lingiz. Ha, bo'ldi. Men kechgacha vaqt beraman, lekin seni shunda topib olaman. Bo'ldi. Sen topib olaman. Bo'ldi, gap so'z. Gap O'zingga so'z. qara. Men seni ogohlantirdim. Qo'lingizdan kelganini qiling, bratim. Bo'ldi, o'yla, kechgacha vaqting bor. Sog' bo'ling. Narsa qildirmang aka. Plyus bo'lsa chaqiring, plyus. So'kinma, chiroyli gaplashaylik. Nimaga so'kinyapsiz? Kimsan sen o'zi? Nega bugungi kunda erkaklar mijg'ov, g'iybatchi bo'lib ketyapti, hech tushunmayman-da. O'zini akkauntini ko'tarish uchun, o'zini blogini, videolarini ko'tarish uchun o'zini yo'nalishi bo'yicha o'zini hayotini, o'zini ishini bir boshqa hech kimga tegmagan holatda, hech kimni haqorat qilmagan holatda video blog olib borsa bo'ladi-ku, yurg'izsa bo'ladi-ku. Men o'zimni yo'nalishim bo'yicha o'zimga tegishli bo'lgan, faqat o'zim bilan bog'liq bo'lgan videolarni qo'yaman. Birovlarni haqorat qilmayman, birovlarga gapirmayman. Baxtsiz insonlar, omadsiz insonlar shunaqa birovni kutini ko'lab yuradi. Voy, men rosa kutini ko'laydiganlar ko'p-da, lekin mazza qilasizlar. Teshigida kiram qolmadi, hech narsa qolmadi. Xafa bo'lmanglar, lekin erkaklarni ishi emas-da, xotin kishini, ayol kishini, qiz bolalarni ketidan poylab, g'iybat qilib, haqoratlab yurish. Milliondan oshadi. Qanday hunar ko'rsatib beradi bek aka endi? Nima deganingiz u qanaqa hunar? Yo, shu qanday o'zini biron joyini ochiq sochiq kiyinib ko'rsatib beradimi yo biron joyini ochib beradimi? Nimaga u $2000? Katta blogerlar ham unaqa 2000 so'ramayapti hozir-ku. Biz katta bloger emasmiz. Ya sizlar Ochiq kiyindi degani bu fohisha degani emas. Ochiq oydin gapirgani, 18+ haqida gapirgani, sizlarni to'g'ri yo'lga chorlagani bu fohishalik emas. men ochiq qanaqa karomat ko'rsatib beradi deganimiz sababi haqiqatdan ham siz profilingizni men tekshirdim, opa, millionni urgan videolaringiz hammasi 18+. Lekin ba'zi bir blogerlar shundan nimadir qanaqadir foyda topaman yoki aktivimni ko'taraman deb turib, hech tushunmayman-da. Nilufar Hamidova, birovlarga telefon qildirmang, chiqsangiz o'zingiz chiqing, o'zingiz bilan gaplashaman, короче. O'zi bilan Nilufar Hamidovani o'zi telefon qilsa, o'zi bilan gaplashamizmish. Voy, hurmatli kezalak. Sizga telefon qilib o'tirmayman. Shunda to'g'ri oldingizga borib, bulbulingizni uzib olaman. Bu ana ochiq fakt narsa. Gapirmay desam. Boshga chiqib chichasizlar.
gapiray desam, sizlar bilan birga teng bo'lgim kelmaydi. Judayam ko'p blogerlar meni g'iybatimni qilib, men orqali tanilmoqchi. O'zi bittasi bor edi, bitta bloger sudga bergan edim, shtraf to'lagan edi. Shu davlatga to'layapti, menga to'lasa saroy bo'lardi uyim. Ana ostonam tilladan, oltindan bo'lardi. Bilmasdan turib yozmaylar, bilmasdan turib gapirmaylar. Hamma ham sizlarning ko'zingizda fohisha bo'lsa, bu bizning aybimiz emas. Bizning hayotimiz shunaqa chiroyli, baxtli, omadli bo'lsa, biz aybdor emasmiz, chunki biz mehnat qilamiz. Sizlarga o'xshab birovni ko'tini qo'lab yurmaymiz. Birov qanaqa yashayapti ekan? U nima olibdi? Bu kim bilan yashayapti? Qaysi mashinada yuribdi? Kimni o'ynashi? Reklamaga nech pulga ishlayapti? To'yga nech pulga chiqyapti? Birov cho'ntagi bilan nima ishing bor sani? Aqlingiz yetsa, duxingiz yetsa, o'zimga yozing, o'zimga aloqaga chiqing. O'zim gaplashib olaman siz bilan. Unaqa orqa oratdan istoriya qo'yib, post qo'yib, qayerda o'maga o'zingizga o'zingiz PR ishlayapsiz. Men bilan uchrashging kelyapti. Meni ko'rging kelyapti. Mayli, ko'ramiz. Agar vaqtim bo'lsa, sen bilan ko'rishamiz va gaplashamiz. Ishqilib kechirim so'rab, yig'lab yurmasang bo'ldi keyin. O'rtoq Xezalak. Paka. Do'stlar, assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar? Yana o'sha mavzu Nilufar Hamidova haqida bo'ladi bu video murojaat. Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosib qo'yinglar, sizlardan shuni iltimos qilaman. Tarqalishiga yordam qilasizlar. Imkon darajasida do'stlarga ham tarqatib qo'yinglar. Juda ham ko'pchilik mendan xavotir olib yozishyapti. Juda ham ko'pchiligi keyin negativ fikr bildirib yozishyapti. Negativlarga ham rahmat deyman. Gap yo'q, jonlaring omon bo'lsin. Meni o'ylab paddeshga qilib turganlarga ham alohida katta rahmat. Borlaringga shukr. Sizni sudga berdimi? Sizga telefon qilib ana karillaganlar. Hali video dumaloqchada tashab sizga gapirganlar, qaqa ketdi deganlarga, ular hech qaqa ketgani yo'q. Ular telefonda karillaydi xolos. Hayotda yo'q, kelolmaydi oldimga. Kelsa, keyin men o'zim boshqacha gaplashaman ular bilan. Qani o'sha? Kunda oxirigacha senga muhlat, kunda oxirigacha senga mana 1 soat vaqt beraman deganlar qani? Yo'q, ular kelolmaydi, telefonda xolos, telefonda karillaydi unaqalar. Keyin meni orqamdan gapirib turgan laychalar bor, bitta ikkita laychalar chiqibdi. Mana kecha bittasini video qilib ozginasini qo'ygandim. Buni oxirigacha agar boradigan bo'lsam, men ancha narsa bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'ymadim. Mana bittasi mana. Puling yetmasa, pashol nahir bor-ku. Mana. Hamnaqa so'kinishlar bor. Bu videolarni men saqlab qo'yganman. Singiljon, siz ham hushyor bo'lib gapiring. Tilingizga hushyor bo'ling. Lekin ayol kishiga to'g'ri kelmaydi so'kinish. Yigit kishiga bo'lgan haqorat to'g'ri kelmaydi. Unaqa so'kinmasdan chiroyli gapiring, singiljon. Siz bilan ham hali alohida gaplashamiz. Shoshmay tursangiz, alohida siz bilan ham birma-bir gaplashaman. Nilufar Hamidova bilan hali do'stlar juda ham ko'p videolar bor. O'sha aytganimdek, juda ham ko'p faktlari bor. Buni birma-bir joylab boraman. Faqat kuzatishda davom etinglar do'stlar. Paddeshga qilib, imkon darajasida like bosib, mana shu videoni ham do'stlarga jo'natib, keng tarqalishda yordam qilasizlar degan umiddaman. Hammaga katta rahmat. Hali bu ishimiz tinchigani yo'q. Yana ham jiddiylashdi va chuqurlashdi. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga katta rahmat. Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Mana Nilufar Hamidovani storiesidan ko'rib, lokatsiyasini topib keldim. Hozir hammasiga nuqta qo'yamiz. Birgalikda ketdik. Xush kelishing, yaxshi ko'p. Do'stlar, mana o'zlari Nilufar Hamidovani. Nima? Ko'chani tushirmisiz? Keling. Yo'q, yomon. Сразу съемка, nima? Siz faqat telefonda yurasiz. Do'stlar, vodiydan opani hurmat qilib, yoshlarni hurmat qilib, mana o'tirgan joylarini topib keldim. Opa ketib qolish yo'q, ikki og'iz yaxshilikka gaplashib. O'chirib turing, o'zimiz gaplashamiz aka. O'chirib turing, kamera. Sen bilan gaplashmayman. Pashol dey. Olgan va qo'ba qildim. Eshidan haydasa, teshidan kirib ketdi. O'chirib turing, o'zimiz gaplashamiz aka. O'chirib turing. Qachon yuring? To'xtatyapman. Sizda gap bor-da, uka. Nilufar opa, Nima? sizni hurmat qilib vodiydan keldim. Ikki og'iz gaplashaylik.
Yaxshilikka bo'lsa Yo'q, shu men narsa. gaplashmayman, gaplashadi. Keling ketib qolmang shuni. Ketmayman, gaplashmayman. Mani aybim emas. Agar sizlarga kimgadir chiqqan bo'lsa, sizlar kimgadir maslahat berib, normalniy sizlarga gapirib, ayol kishini xafa qilib bo'lmaydi, o'zidan o'zi bunaqa narsalar gapirib bo'lmaydi degan bo'lsa, vijdon qiynaldimi? Adres не то, boshqa adres. O'zbekmiz, boshqa opa, adresga hammamiz murojaat o'zbekmiz. qiling. Menga emas. Man orqali tanilmoqchi bo'lsang, uzr, Siz ham o'zbekmisiz? O'zbekman. Bo'ldi, ikkalamiz Lekin ham sizlar bilan o'zbekmiz. gaplashmayman. Keldi. Xo'sh. Shuni aytdi, zarda qilib, achchiq qilib chiqib ketaveryapsiz. Hop, kim birinchi boshladi bu qiliqlarni? Hammasini kim birinchi boshladi? Yo'q, men- Nafik menga kerak telefonda unaqa bunaqa deb gaplarni gapirishdi. Keyin hozir men o'tirgan joyimda tinchgina o'tiribman deb telefon bilan kirib syomkaga Yo'q, kelyapsizlar. mayli, u ham mayli. Opa, yana bitta narsa, men Nima birinchi mayli? o'rinda boshida Nima mayli? sizga gapirmaganman. Mana bu Hop, men haqimdami ukajonim- seni ketgan? Ya siz haqingizda, lekin bu Farqi ukam nima? bilan gaplashganman. Hop, nima yolg'on? Siz yolg'ondan gapirib, har xil ma'no, har xil narsalarni ani xalq oldida yomon ko'rsatib, o'zingizcha videoni qo'yib, oxirgi postlaringizni ko'ryapman, ketma-ket men turibman. Ha, xo'p, undan keyingichi Tani hayotingni prinsiplari bilan, qonun qoidalari bilan yashashga. Tupurib qo'ygan joyim bor. Bu deydigan joyim bor. Lekin kechirmayman, Xudoga soldim deyman. Kelib kechirim so'ramoqchi bo'lgan. Toshkentgacha yetib kelibdi, tavba qildim. Kechirim Do'stlar, mana o'zlaring eshitib turibsizlar. O'zi asli men bu qari qo'g'irchoqqa qaytib video обращение, ortiqcha gap so'z gapirmayman deb qo'ygandim o'zimga o'zim, lekin gapirishga majbur qilyapti bu. Birinchidan, Nilufarxon, Toshkentga borganimiz sababi men sizdan kechirim so'rayman deb bormaganman. Siz bilan yuzma-yuz mana shunaqangi mashmashalarga, qaytda bo'lmagan ig'vo, shu negativlarga nuqta qo'yaylik, keragi yo'q. Xalq ichida o'zimiz sharmanda qilmaylik degan maqsadda men Toshkentga borganman. Lekin o'shanda ham siz duxingizni berib yubordingiz. Shunday o'tirdingizda surib berdingiz-ku. To'xta opa, gaplashib olaylik, olsa ham to'xtamadingmi? Bo'ldi, endi orqa oratdan nima qilasan gapirib, mayda chaynalib. Ana yoningdagi laychang rangi totarib ketdi-yu, meni ko'rganda rangi shunday o'zgarib ketib, o'ziga kela olmasdan mashinangga o'tirib olib, yonib tusha olmadi-yu. Opa ketaylikdan boshqa gapini bila olmay qoldi-yu. Endi nimaga sen telefonda karillayapsan yana? Bo'ldi, to'xtat bunaqa gap so'zlarni. Bo'ldi, gaplashmaylik sen bilan. Yetadi o'zi gaplashganimiz. O'zi xalq kimligini bilib bo'ldi o'zi. Nima keragi bor yana unaqa orqa oratdan ortiqcha gap so'z, Xudoga soldim, unaqa Xudoga solganingda o'zi mana seni o'zi Xudo shunday ham o'zi ko'rib turibdi. Nima ish qilib yurganingni? Men noto'g'ri ish qilganim yo'q senga nisbatan. Yo men qo'yib turgan bloglarim yo qo'yib turgan videolarim bir 18+ yo bir xunuk narsalar qo'yganim yo'q. Men xalq uchun foydali, xalqqa mana shu kimdir to'y qilsa, mana san'atkorni olib kelmoqchi bo'lsa, shuni nech pulga olib keladi, shuni hisobini olib yuradi degan ma'noda men videolar chiqaraman. Men senga o'xshab aytimni ochib, baytimni ochib, yo bir joyimni ochib video chiqarmaganman shu paytgacha. Mana sen videolaringni ko'rsataman, mana ko'ringlar. Oh, mazza. Toshkentga borganimiz sababi ham sen bilan yuzma-yuz ko'rishib, shunga oydinlik kiritib, qani gapirsang yuzimga gapir. Qani o'shali telefonda karillaganlaring, qani o'sha admining deb gaplashaman deb borsam, o'sha admining ham shu o'tirib oldi-yu, mashinangdan tushalmay qoldi-yu, qadam bosib, opajon ketaylik deb o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi-yu. Bunaqa adminlar nima keragi bor? Sudrab yurib oldingda, o'sha o'zingga o'xshaganda, laychalaring, hezalay degansani, o'sha o'zingga o'xshaganlarda, o'shalar yoningda yurganlar. ona ustozidan ketmagan bolalar bilan gaplashib o'tirib vaqtimni ketkazamanmi? Undan ko'ra o'zimni tayinli ishimni qilaman. Ona suti og'zidan ketmagan bolalar bilan gaplashib nima qilaman debsan. O'sha ona suti og'zidan ketmagan bolalar senga qiziq bo'lsa kerakki, menga tashlayapsan. Men sendan qancha yoshman? Ancha yosh bo'lib turib, men shuna katta ayol yoshi, katta xotin bo'lib qoldi, endi kampir bo'lib qoldi. Shuni borib o'zim oldida yuzma-yuz gaplashib, shunga ochiqchasiga hal qilib olaylik, keragi yo'q bunaqa ig'volarni desam, yana baqa kelganimdan keyin orqamdan video tayyorlayapsan. Nima keragi bor unaqa narsani? Yozsang o'zimga yoz, o'zimga chiq. O'sha yoningdagi laychachalaring bilan birga, yoningda o'tirgan laychachalaring bilan birgalikda keyin gaplashamiz. Bo'lmasa uka degan men boraman gaplashamiz ochiqchasiga. Nima keragi bor bunaqa gap so'zlarni? Do'stlar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Bo'ldi, bu hali qari qo'g'irchoq bilan ortiqcha gap olishganim yaxshimi yo bir nimadir qilaylikmi yana? Nima deysizlar sizlar? Fikr qoldiringlar do'stlar shunga. Like bosib, ko'proq like bosib tarqatib qo'yinglar mana shu videoni. Mana shu kampirga tezroq yetib borsin. Nilufar Hamidova, hurmatingizni biling, bo'ldi. Agar hurmatingiz bo'lsa, o'sha hurmatingizni joyida ushlang, kerak yo'q. Bir-birimizga ortiqcha gap so'z, PR, qora PR degan narsalar bor. Men o'zi asli unaqa narsani tushunmayman-ku. Mana shunaqa narsalarga meni aralashtirmang, bo'ldi. Men oddiy to'g'ri o'zimni qishlog'imda, yurtimda, vodiyimda mazza qilib, o'ynab kulib, to'ylarimga chiqib xizmatimni qilib yuray. Nima keragi bor? Bo'ldi, olishmang ortiqcha men bilan. Do'stlar, sog' bo'linglar. Mana shunga fikr qoldirib, like bosib, tarqatib, o'sha nimalarga tarqatib qo'yinglar. O'sha mana nimalarga, hali video chiqaradiganlarga
Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqi. Men sizlarga juda ham jiddiy video murojaat bilan chiqyapman. Videoni oxirigacha ko'ring. O'zlaringni ko'ngillaring tusasa like bosib qo'yinglar. Ko'ngillaring tusamasa shart bas. Va videoni oxirida o'zlaringni fikrlaringni qoldirishni xohlasalaring fikr qoldiringlar. Bo'lmasa qoldirishinglar shart bas. Bu video murojaatim o'zimni podpischiklarimga va o'zimni kuzatuvchilarimga va tashqaridan meni kuzatadigan insonlarga bo'ladi. Men Instagram platformasini ancha yillardan beri yurg'izib kelaman. Kimni foydasiga? Men show biznes vakillarini foydasiga. Qolaversa, Insta blogerlarni foydasiga, sportchilarni foydasiga, san'atkor qo'shiqchilarni foydasiga Instagram yurg'izib kelganman. Hech qachon o'zimda foydamga yurg'izmaganman. Men chiqargan videolarni pastayanni meni muhokama qilmagan. O'sha chiqargan insonlarimni muhokama qilgan. Mana endi bir oy davomida men shuni bildimki, men bitta san'atkor bilan, bitta aktrisa bilan ozgina tortishib, g'ijillashib qolganim uchun meni muhokama qiladiganlar ko'payib ketdi. Men shunga xursand bo'lyapman. Sen qayerdansan, qayerda tug'ilgansan, qayerdan paydo bo'lib qolding degan savollarga bitta qilib javob bermoqchiman. Men Farg'ona viloyati Buvayda tumani Ing'irchoq qishlog'ida tug'ilganman. Meni dayrigimga, menga SMS yozadiganlar, hozirgacha yozib turganlar, eshitib olinglar. Seni o'ldirib chiqib ketadi. Bo'ldi, sen bu san'atkorlarni odamlari seni bo'ldi qamatib yuboradi. Xullas sen qamalib ketasan degan negativ ichi qora insonlar. Shuni bilib qo'yinglar. Meni birinchi o'rinda paddeshka qiladigan insonlarim bor. Ular kim? Birinchi o'rinda ota-onam turadi. Dadam bor meni, yonimda turadigan otam bor. Lubbo'chasiga olib chiqib ketadi. Bu meni suyangan tog'im. Ikkinchi o'rinda meni paddeshka qiladigan insonlar kimlar? Bular meni qishloqdoshlarim. Men Ing'irchoq qishlog'i bilan faxrlanaman. Mana shu Ing'irchoq qishlog'ini butun O'zbekistonga konkretni tanitmoqchiman. Men shunaqa niyat qilib yo'lga chiqqan bo'laman. Bir xilga blogerlar bor-ku, o'zlarini Toshkentga borib olib, yo bo'lmasa bir qo'shni qanaqadir bitta Dubayga boradimi, yo bir qaytlargadir borib olib, "Voy, biz mana bundaqa qilyapmiz. Voy, mana cappuccino olib keldi menga, mana o'zimning rasmim tushirilgan" deb maqtanadi-yu. Men unaqani xohlamayman. Menga mana shu Ing'irchoq xalqim paddeshka qilib bersa, qolgani yoraveradi. Qashqadaryo, Qashqadaryo tandiri, Qashqadaryo ham yetib boradi paddeshkani. Vodiy xalqi lubbo'chasiga yoradi. Andijonliklar bormi? Qani paddeshka do'stlar, andijonliklar keldi deydi-yu. Ana shuning uchun do'stlar, menga unaqa SMSlar yozmanglar. Meni dayrigimga har xil sen u bo'ladi, seni bu qilib ketadi, seni qamab qo'yadi endi deb meni ruhiy cho'ktirmoqchi bo'lganlar juda ko'p bo'ladi-da. Bu ayniqsa men salkam 20 yildan beri san'at ichida yuraman. 20 yil bo'ldi, alhamdulillah. O'zimning o'rnimga, u tanish bilishlarim bor. Hamma san'atchilar bilan, mana shu o'zim Buvayda tumanidagi, umuman vodiydagi san'atchilar bilan hammasi bilan tanishman. Allohga behisob shukr. Hammasi birlari qadrdon akam, birlari qadrdon opam, yaqinlarim hammasini yaxshi ko'raman bularni. Chunki meni o'zimning hamkasblarim. Shu orqasidan non topgan bo'laman. Bu Instagram platformasida endigina men faoliyat olib boryapman. Meni paddeshka qilib turganlar, Xudo xohlasa shunaqangi videolar joylayman. Mazza qilib tomosha qilasizlar va mazza qilib kayfiyat bilan ko'rasizlar bu videolarni. Faqat kuzatishda davom etinglar. Men Yashnar ismim, Ziyo taxallusim bo'ladi. Do'stlar, jaydarichasiga videolar ulashib boraman sizlarga. Yevropetskiy, anlaqa bir nimalar video bas, jaydarichasiga videolar ulashib boraman. Maza qilib ko'ringlar do'stlar, hammaga xayrli kun. Paddeshka, like, repost sizlardan, u yog'i mendan. Ing'irchoq, qani sizlar, davay.